Ana do'stlar, tom qismiga ham chiqib oldik. Hozir bu taraflarimizni quyib bo'ldik. Mana shu ichcha joyimiz qoldi mana. Bu past taraflar ham quyib bo'lindi. Bir boshdan quyib ketyapmiz chiroyli holatda qilib. Usta aka, xormanglar endi. Salomat bo'linglar. Barchaga salom. Usta aka, endi bu penilomboz haqida bir qator ma'lumot berib o'tsangiz yaxshi bo'lardi. Qisqaroq qilib aytadigan bo'lsak, loy suvoq solishtiramiz endi buni asosan. Loy suvoqqa qaraganda vazni yengil. Issiq sovuqni 100% holatda ushaveradi. Yorilib, sinib ketmaydi bu. Sifatli qilib qo'yilgan narsa. Vazni ham yengil bo'ladi 2 barobar loy suvoqdan. Bu joyimizga mana qarniniga 10 sm holatda qilib qo'yib beryapmiz. Qattiqligi, mustahkamligi a'lo darajada. Yorilib ketmaydi. Mana hozir bu taraflarimiz bo'lgan taraflar mana. Ko'rib turibsizlar o'zlaringni ham. Yaxshi zo'r holatda chiqdi. Razmerlari ham, qattiqligi ham mana ustida mana instrumentlarni, gipslarni ustiga tashab, ustiga chiqib olib, beri tomon quyilyapti mana. Bu penalombozni endi usta aka aytib o'tganda asosan loy suvoqlarni o'rniga yoki bo'lmasa yuqori bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyyapmiz. Effekti zo'r bilinadi. 100% darajada izolyatsiyadan ushaveradi. Shunaqa tomga pena quydirmoqchi bo'lganlar ekranda nomer qoldiramiz, telefon qilaverasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab bo'ladi. Qolgan barcha ma'lumotni shu ekrandagi nomerlarga telefon qilib bemalol olaverasizlar. Mana do'stlar, quyishni ham boshlab oldik. Bu penalombozni boshida quyganimizda suyuq holatda bo'ladi. Qatishiga 10 minut vaqt kerak bo'ladi. 10 minut vaqt ichida qatib ustida bemalol yursa bo'ladi. Faqat o'zini toza holatda qurib ketishiga shu 1 oy, 1,5 oy vaqt kerak bo'ladi. Hozir mana bir qator quyib ko'rsatiladi. O'zingizlar ham bir ko'rib olasizlar. Buni filtalarning ustiga 7-10 sm, to'sinlarning ustiga ham 10-15 sm gacha qilib quysak ham bo'laveradi. Vazni yengil bo'ladi, bemalol ko'taraveradi. Zor bormu senga mande olamda yok sende. Hey bole, hey bole, hey bole. Gözda bo'ying erka bahornikiday, yoningdan o'taman ataylab atay, yuzing rangi ro'yi qirmizi olmanikiday. Bu videomiz kimgadir manzur bo'lgan bo'lsa, bittadan layklab bosib, podeshkada bo'lib turasizlar. Ushbu sahifamizga a'zo bo'lsalaring, yanada yangi obyektlarni qo'yib boramiz. Do'stlar, bitta podeshkada bo'lib turasizlar. Endi 2000 ta bo'lishimizga 20 dona qoldi. Qo'llab-quvvatlab borasizlar. Rahmat hammaga.